Hammaga assalomu alaykum. Bugun mehmonimiz Rustam aka, Misnoy Mir do'konlarining asoschisi. Rustam aka, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Rahmat. Sizlar bilan charchadik. Yaxshimisiz? Rahmat. Xo'p, sizga juda ham ko'p savollarimiz bor. Xudo xolasa, Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz javob berishga. Birinchi kelib tushgan savolimiz, biznesingizda krizis bo'lganmi? Krizisga tushgan holatingiz, endi barham любой tadbirkorda bo'ladi, past-balandlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Xo'p, bunaqa vaziyat shu oldingi bunaqalarda ham videolarda aytdim. Ikkinchi filialimizni ochgan paytimizda shu bir ma'lum muddat foyda qilmasdan faqat zararda yurganmiz. Shu hattoki o'sha do'konni yo'qotmoqchi ham bo'lganmiz. Nechta do'konni? U payt ikkinchi filialimizda endi. Birinchisi bor edi, u ikkinchi filialimiz edi. Ikkinchi filialdan hali foyda ko'rmayapmiz. Savdo qilamiz, hisob-kitob faqat zarardamiz, zarar. Men shu bilan sherigimlarga aytdim, vaqtida yopib qolinglar, ana zarar katta bo'lib ketmasdan degan fikr berdim. Endi ular baribir opitlari mendan anaqa balandroq, stajlari ko'proq. Haring sabr qilinglar, ishlaylik, ko'rib oqinglar, yil oxirigacha qaror qilarmiz, qabul qilarmiz dedilar. Shu bilan ishladik, shu yil oxiriga borib. Ular o'zlari ishlashganmi oldin bu sohada? Ular ham men ham shu sohadamiz, lekin mendan oldinroq boshlaganlar. Kattaroq rezultatlarga yoshlari ham mendan kattaroq, ham bu sohada ishlaganlar. Shu yil oxiriga borib, kutilmagan, tasavvur qilmagan savdolar bo'lib ketgan. Shu bilan hozir mana o'sha do'kon eng katta оборотga ega, eng yaxshi savdo qiladigan do'konlarimizdan bittasi. Tushunarli. Nima sababchi bo'lgan deb o'ylaysiz? Aynan o'sha savdoyingiz o'sha paytda oshib ketishiga, birdaniga yaxshi bo'lib ketishiga. Mana hozir endi tajribangiz bor, bu narsani bilasiz. O'shanga nima sababchi bo'lgan deb o'ylaysiz? Sabr qilganmiz, keyin to'g'risi o'sha paytda o'sha do'konda o'zim ham sotuvchilik qilib ishlaganman. O'zim do'konda sotuvchilar bilan birga, xodimlar bilan birga o'zim ham birga ishlaganman. Shu kirgan mijozni ushlab qolib narx sochishga harakat qilganmiz. O'zim boshchi bo'lganman shu narsada. Baribir bilasiz, savdoda muomala birinchi o'rinda turadi. Siz men assortiment tiqib tashlaysizmi, narxlarni arzon qilib tashlaysizmi? Shunaqa. Muomalangiz qo'pol bo'lsa, bo'ldi, klient qaytib kelmaydi. Shunga kirgan mijozni ushlab qolishga harakat qilib, sabab olmaydigan mijozi ham majburlar. Shunaqa bo'lgan aka. Shunaqa qilib mijozni yig'ganmiz. Sabab bo'lgan. Keyin ota-onamizdan duosi sabab. Shunaqa bo'lib, Alloh shukr hozir eng yaxshi savdo qiladigan do'konlardan bittasi bo'lgan. Yaxshi, zo'r. Biznesda hamma qilayotgan, lekin umuman foyda bermayotgan narsa nima deb savol berishibdi obunachilarimiz. Aytgancha, izohlarda kommentariy yozinglar. Rustam akamga savollar bo'lsa yozib qoldiringlar. Bitta savolni, eng yoqqan savolni Rustam akani o'zlari tanlab, bitta set yoki bitta uzun sovg'a qilishadi. Kelishdikmi aka? Shunaqa, kelishdik. Bo'ldi. Biznesda hamma qilayotgan, lekin umuman foyda bermayotgan narsa nima? Tajriba bo'lishi kerak demoqchiman. Misol uchun biz endi mana shu do'konni ochishimizdan oldin 16 yil o'z sotuvchi bo'lib ishlaganman. Ulardan tajriba yig'ilgan. Tajriba nafaqat sotuvda va odamlar nima yoqtirishini ham o'rganib o'sha bilib olgansiz. Tajribadan kelib chiqqan holdan shunaqa. Shu mana shu любой bir biznes ochayotganda baribir o'sha inson o'sha biznes ichida bo'lishi kerak-da. Ya'ni o'sha ichidan chiqqan odam bo'lishi kerak demoqchiman-da. Tajribasi bo'lishi kerak, ya'ni. Aytmoqchi bo'lgan narsa, mana o'zim ham mana shu do'kon ochishimizdan oldin 16 yil sotuvchilik qilganman. Ya'ni ichidan mijozlarga nima kerakligini, nima xohlashini o'zim yaxshi bilganim uchun shu do'kon ochishimga ham 16 yil vaqt kerak bo'ldi-da. Ya'ni 16 yil o'rgandim. Hozirgi kunda bolalar kelishadi, yil ishlab turib, bo'la hamma narsani bilar ekanman. Shuni biz hali bilmaymiz, biz hali o'rganmayapmiz, to'g'risi. Men ham hamma narsani bilaman deb bilmayman, rostdan. Biz ham hali o'rganmayapmiz. Shu hozir 1-2 yil ishlab turib, bo'ldi, bildim. Olib kelar ekanmi firmadan, o'zim marjam qo'yar ekanmi, sotaverar ekanmi, foyda qilar ekanmi, bo'ldi. Bunda past balandliklari bor, har xil ertaga qiyinchilikka duch kelganda o'shanda orqasi tajribasi yo'qmi, o'shanda bilinadi. To'ppa-to'g'ri. Endi qarang, yana bitta savol. Masalan, aytdingiz, eng katta оборот olib keladigan do'konim o'sha do'kon hozirda deb aytdingiz. Sir bo'lmasa qancha оборот qiladi? Uni aytishimiz kerakmi? Xudolarmi? Yiliga 3-4 milliard qiladi. 3-4 milliard qiladi. Sof foydasi qancha?
Taxminan. Hisob foydasi yana biz aniq bir foydaga yopishib olmaganmiz. Ya'ni 15%, 20% qo'yishimiz kerak degan narsa yo'q. Biz shu mahsulotni talabgirligidan, shu mahsulot talabgirligidan kelib chiqib, ustiga marjasini qo'yamiz. Ya'ni ko'p sotiladigan xalq bop mahsulotlarning ustida marjamiz juda kam, juda past. Shunaqa joylari ham bor. Aniq bir foydani qo'ymaymiz. Ya'ni 15% qo'yishimiz kerak degan narsa yo'q bizda. Zo'r. Shunaqa ishlaymiz biz. Ya'ni kelishilgan do'kon bo'lgan bilan bozor sistemasida kelishilgan narxda shunaqa narx bilan ishlaymiz. Sizga marja kam qolgani qanaqadir zarar keltirmaydimi? Gap barakada aka. Gap barakada. Gap barakada. O'sha mijoz to'g'risi, mijoz rozi bo'lib chiqib ketsa, yana shu do'konga qaytib kelsa, shundan xursand bo'lamiz. Shunaqa. Rozi bo'lib olib chiqib ketsa bizdan. Yana bitta savol. Mana bitta filialingizni aytdingiz. O'zi общий nechta filialingiz bor? Hozir kun 3 ta, endi 4-inchisi endi u boshqa proyekt. Bularga o'xshamagan ochilyapti inshaalloh. Kattaroq proyekt. U katta proyekt. Boshqa bo'ladi. Bu hozir bir Misnoy Mir bir kichkinagina bo'lagi bo'ladi ochilayotgan joyimizda. U bir 1000 kvadratdan oshiq joy olingan. Optim market. Optim bo'ladi. Hamma narsa optim bo'ladi. Team marketga o'xshaganmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Tushunarli. Hayotingizda eng katta o'sish qachon va qanday bo'lgan yoki biznesda? Bu ham obunachilarimizdan kelgan savol. Eng katta o'sish biznesda shu mana shu ikkinchi filialimizni ochgandan keyin bo'lgan. Ikkinchi filialimizni ochgandan keyin o'sish bo'lgan. Ancha оборот kirganmiz. Yana filiallarni ko'paytirish shunaqasi g'oyasi kelgan. Shunaqa bo'lgan. Ikkinchi filialdan keyin yana ham. Keyin 4-filialni ham ochdik. Keyin orada bir nimalar bo'lib joy buzib tashlandi. 4 filialimiz bor edi. Keyin bittasi buzildi, hozir 3 ta qoldi. Nima sababdan buzildi bittasi? Endi u paytda joy o'sha bizga arendaga berganlar, shu joyi hujjatlarini to'g'ri qilishmagan ekan, shu sabab buzildi. Shu sohangizni tashlab ketib o'rgis kelgan payt bo'lganmi? Yo'q, umuman bunaqa narsa bo'lmagan. Bo'lmagan. Rostdan bunaqa narsa. Chunki o'zim yaxshi ko'raman. Savdoga chiqishni ham yaxshi ko'raman, savdo qilishni ham. Shunaqa narsa. Ota kasbmi? Yo'q. Ota kasb emas. Ota kasb emas. Ingiz kirolmagandan keyin amakimlar keyingi yil topshirguningcha bo'sh yurmagin deb do'konga olib borib qo'yganlar. Hech narsadan xabarim yo'q, savdodan xabarim yo'q. Maktab bitirgan bolaman. Ingiz kira olmadim. Bir yil bekor yurmasin deb do'kon olib, nechinchi yillar bu? 2004. Do'kon kakaz maktab bitirgan. Do'kon olib, men mana shu ishlaysan deb yengil paytga tashab qo'yganlar-da. Men yonimda hech kim yo'q, yordamchi yo'q. Alloh rahmat qilsin, buvimlar bilan chiqib, buvimlar yonimda o'tirardilar, savdo qilardim. Shundan keyin savdoga muhabbat paydo bo'lgan. O'zim yaxshi ko'rib qolganman. Shundan keyin boshlangan. Zo'r. Universitetda o'qish shartmi, shart emasmi mana? Nima deb o'ylaysiz? Lekin bolalarimni o'qitaman. O'qish shart emas, lekin o'qitaman. Men bolalarimni o'qitaman. Inshaalloh bolalarimni o'qitaman. Yo, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Muvaffaqiyatga erishish uchun universitetda o'qish shart emas. Kasbni yaxshi o'rganib, o'sha kasbga mehr qo'yib, ustasi bo'lsangiz, o'sha kasbda zo'ri bo'lsangiz, universitetda o'qish shart emas. Tushunarli. Bolalaringizni o'qitasizmi? Inshaalloh o'qitaman. Qaysi yo'nalish bo'yicha o'qitmoqchisiz? Hozirdan ular o'zlariga kasb tanlab olishgan. Ikkalasi ham shu dizaynerlikni olyapti. Qanaqa dizayner? Arxitektor dizayner bo'lgisi kelyapti o'g'lim. Qizim shu qizlarni libosini chizadigan dizayner bo'lgisi kelyapti. Zo'r. Umar akaga shogirdga berarsiz? Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Yaxshi, zo'r. Xo'p, xodimlarga motivatsiya berib turasizmi? Puldan tashqari, oylikdan tashqari qanaqa motivatsiya berasiz? Xodimlarga hozir kunda KPI anaqasini tizimini yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni o'ziga bog'liq. Yaxshi maosh chiqishi o'ziga bog'liq. Qancha o'zini ko'rsatib, o'zini o'ta har xil anaqalari bor, punktlari bor. Shu hozir kunda KPI qo'yib, shu orqali ishlayapmiz. Qanaqa KPI sistema qo'ydingiz? Savdodan foiz, yoki bo'lmasa tozalik, muomala birinchi o'rinda. Muomalani qanaqa qilib siz baholaysiz KPI'da? Yaxshi yomonligini? Muomalani hozir kunda biz
nima deydi? Shikoyat tushmasligini aniqlayapmiz-da. Shikoyat tushmasligini aniqlayapmiz. Shikoyat tushmasligi uchun qanaqadir sizda kontrol qilishga nimangiz bormi? Misol uchun shikoyat qoldiradigan odam qanaqadir daftarga yozadimi yoki kelib turib to'g'ridan-to'g'ri shikoyat to'g'ridan-to'g'ri o'zimga telefon qiladi. Chunki do'konimiz paketlarida o'zimning nomerimni qo'yib qo'yganman. Mijoz nimadan norozi bo'lsa, to'g'ri o'zimga telefon qiladi. Zo'r sistema. Xodimdan norozi bo'lsa, qaysi do'kondan yoki qaysi mahsulotdan norozi bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'zimga qiladi. Shu nomer o'zimnikini qo'yib qo'yganman. Ya'ni mahsulotlarda ham sifatli emasligini sirasi telefon shunaqa joyida qilishadi. Zo'r. Joyida hal qilib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Xodimlarni ishdan haydab turasizmi va nima sababdan? Tushunasizmi? Men o'zi juda anaqa odamman, qattiq qo'lmasman-da men o'zi. Xodimlarga oxirgacha imkoniyat beraman. Oxirgacha. Endi harakat qilamiz xodim ushlab qolishga. Mana ishonsangiz 2019-yil ochilgan bo'lsa, 2019-yildan beri ishlayotgan xodimlarimiz ko'p. 2019-2020dan beri ishlayotgan xodimlarimiz ko'p. Biz o'shalarni ushlab qolishga harakat qilamiz. Har oy, har hafta almashtirmaymiz. Endi u oxiri o'ziga bog'liq-da. Juda kamdan kam holatda bo'shatganmiz, lekin ko'p o'zi bir xillar o'zi bo'shab ketganlari bo'lgan. Urush janjal bilan ketganlar bo'lgan. Unaqa holat bo'lmagan. Bizda bo'lmaydi unaqa narsa. Ha, yaxshi. Chunki o'zimiz ham sotuvchi bo'lganmiz-da. Harakat qilasiz uni holatini o'zingizga qo'yib ko'rishga. Shunaqa. Biz olib qolishga harakat qilamiz, tushuntirishlar beramiz. Endi oxir bo'lmay ketgandan keyin aytamiz-da, juda o'zida bo'lmasa qiyin-da. To'ppa-to'g'ri. Asosan nima sababdan ketadi ko'pchiligi? Ketqizganlarimiz shu muomala sababdan bo'lgan. Muomaladan. Ya'ni muomalasizlikdan, muomala qila olmagandan, shunaqa. Mijozlardan shikoyatlar tushgandan. Shunda ham qancha imkoniyat berganmiz, qancha tarbiyalashga harakat qilganmiz, lekin baribir oxiri taqalganda ketqizganmiz. O'zi sanoqli unaqalar o'zi ko'p bizni ketqiztirmaydi, sanoqli aytaman. 2 yildan beri ushlab kelamiz. Yana bitta savol, noodatiy savol. 18 yoshga qaytib qolsangiz, yana shu biznes tanlarmidingiz? Tanlardim. Yoki boshqa yo'nalish tanlardingiz? Yo'q, aynan shu yo'nalish tanlardingiz. Demak, afsuslanmaysiz-a? Yo'q, haqiqatda o'zim maza qilib ishlayman deb o'tdi. O'zim maza qilib, ishdan maza qilaman. Boshida ham ishlab yurgan paytimda to'g'ri oyligini ham qizig'i bo'lmaganda. Maktab bitirgan odam ishlamni ish qiziq bo'lganda. O'sha berilayotgan o'sha 5 pul 30 ming so'mda oyligini 20 ming so'mda. O'zingiz maza qilgan ekansiz. O'zim maza qilganman. Jarayondan maza qilganman. Mana sizlar misol uchun go'sht ruletlarni, kolbasalarni, har xil asosan shunga ixtisoslashtirilgan mahsulotlar sotasizlar, to'g'rimi? Ko'pchilik aytadi, kolbasa zarar deb aytadi. Kolbasa rostdan ham zararmi shunda? Bolalarga bersa bo'lmaydi, ya'ni bolalarga zararli deb aytishadi, yosh bolalarga berib bo'lmaydi deyshadi. Shuni tushuntirib bera olasizmi? Kolbasa zarar, arzon xomashyo solingan mahsulotlar haqiqatda zarar. Arzon deganda qanaqa xomashyolar bo'lishi mumkin? Bilsa bo'ladi o'zi. Misol uchun nitrit tusi bor. O'zi o'sha kolbasalarga qo'shilish kerak bo'lgan narsa qo'shilish kerak, lekin me'yori bor. Lekin uni hozirgi kunda arzonlashtirish, rang berish, ta'm berish maqsadida ko'proq qo'shilyapti. Biz endi yaqinlarimizdan eshitganmiz, boshqa qilganmiz, arzon kolbasalarda olganda go'sht o'rniga qizil loviya qo'shishgan bunga degan gaplar ham bo'ladi. Shunaqa ham qo'shishadimi? Yo'q, o'sha qizartirilgan narsa nitrit tusida, rang beradigan. Loviya qo'shishmaydi? Soya qo'shishadi. Soya qo'shishadi. Soya nima? Loviya emasmi? Loviya shekilli. Soya qo'shishadi arzonlashtirish uchun. Kraxmal, suv. 50 o'shanda go'sht foizini 50-60% tushirib yuborishadi. Ya'ni ham qo'shimchalar qo'shib. Nima qo'shimchalar qo'shishadi? Men go'sht o'rniga aynan nimalar ketadi? Qarang, arzonlashtirish uchun tovuq terisi, keyin soya, kraxmal, suv, keyin o'sha nitrit tuzi, har xil qo'shimchalar qo'shib, ya'ni go'sht foizini kamaytirib yuborishadi. Tabiiyki, sifati ham tushib ketadi. Ya'ni qo'shimchalari ko'pligi sababli bu sog'liq uchun zararli. To'g'ri. Arzon go'sht ruletlari ham chiqib ketgan hozir. Masalan, aksiya qilib turib 5 tasini, 10 tasini arzon 200 ming so'm, 300 ming so'mga misol uchun berib yuborishyapti. Shu bo'yicha nima deysiz? U qanaqa mahsulot? Shunda sifatlimi u mahsulotlar? Arzon go'sht ruletlar xomashyosiga taqaladi. Chetdan kirib kelayotgan har xil go'shtlar bor. To'g'ri. Arzonchi go'shtlar bor. Shular ishlatilyapti. Keyin yana o'sha qo'shimchalar ko'payadi. Arzonchi mahsulot aytolman, arzonchi go'sht ruletlarini aytolman. U shundoq go'sht lekin bilinib turibdi-yu, go'shtligi.
Nima sababdan arzon juda ham? Ko'rinishda go'shtmi go'sht, o'sha qora go'sht misol. Ha, shunaqa go'sht bo'ladi. Endi qanaqa bo'ladi? Deylik, o'tda go'shtga suv qo'shiladi-da, suvni ushlab turish uchun qanaqadir qo'shimchalar bor. Shunaqa qo'shimchalar qo'shiladi, kraxmallar qo'shiladi, ya'ni shu nitrit tuzi. Ya'ni ko'paytirib qo'shiladi. U go'shtni o'z organizmingizda borku, shunda farqlisiz. Ya'ni kesganingizda shunday rezinkaga o'xshab turadi. Tabiiy go'shtli rulet bo'lsa, ortiqcha qo'shimchalarsiz go'sht, o'sha tuz, ziravorlar bo'ldi. Kerak bo'lsa ozgina yog' qo'shiladi. Hammasi tabiiy bo'ladi, tabiiy o'raladi. O'sha kesganingizda ham o'shani tolalari ko'rinib turadi tabiiysida. Bu rezinkaga o'xshab turadi. Yeganingizda ham rezinkaga o'xshab, o'sha ta'mi ham tushib ketgan bo'ladi. Chunki go'sht foizi kamda. Ta'miga ham ta'sir. Yana bitta savol. Mana masalan men o'zim korzinkadan ko'p sotib olaman. Go'sht mahsulotlarida ham hamma narsani bilasiz, hozir korzinkadan sotib olamiz. Lekin bitta narsaga ahamiyat berdim. O'zingizdan mana go'sht sotib oldim. Misnoy merdan go'sht sotib oldim. Misnoy merdan sotib olgan go'shtim nisbatan korzinkadan sotib olganimdan ko'ra taraflama, ta'mi jihatdan shirinroq, mazaliroq, menga ko'proq yoqdi. Endi ularda xuddi o'sha go'sht kichikroq ob'yomda turibdi, kichikroq turibdi. Va ta'mi jihatdan ham sizniki yaxshiroqda nisbatan. Nima sababdan ular o'shanaqa nisbatan arzonroq narxda sotmayapti? Ya'ni ular ham katta kompaniyalar, To'xtaniyoz oti bor, Shirin bor, shunga o'xshash kompaniyalar har xil go'shtlar chiqarishyapti, lekin narx taraflama Misnoy merdi kolbasalari, go'shtlari arzonroq nisbatan. Meni o'zimning fikrim bo'yicha yoki unaqa emasmi? Shu boshli gapda bizda aka. O'sha gapmi? Marja ustiga qo'yiladigan. Klient vaziyatdan kelib chiqqan holda ustiga qo'yamiz. O'sha marjamizni. O'zi shularning ichida eng kuchlisi qaysida bo'ylasa, eng sifatlisida? Qaysini? Shu kompaniyalar, Gigimon katta kompaniyalar ichida. Masalan, nima bo'yicha? Rozmetov bor, Shirin bor, keyin yana Sag'bon bor, To'xtaniyoz bor, To'xtaniyoz bor. Qarang. O'zingiz qaysi birini tanlaysiz? Bu reklama emas, o'z subyektiv fikringiz. Mana shu aytayotgan kompaniyangiz hammasini mollarini, mahsulotlarini sotamiz biz. Rozmetov kapchonilari zo'r. Kapchonil taraflama Rozmetov kapchonillari zo'r. Pishirilgan kolbasa, varyoniy kolbasalar bo'yicha Shirin yetadigani yo'q. Ya'ni sayskalari, varyoniy kolbasalari bo'yicha Shirin yetadigani yo'q. Sag'bon ham o'zining sayskalari bilan zo'r. Ishlab chiqargan sayskalari Sag'bonda zo'r. Biz ham shu savdoga qo'yayotganda Rozmetov kapchonilari guruhi berganmiz, chunki sifati zo'r. Shirinni varyoniylari guruhi berganmiz, Sag'bondan sayska. Shunaqa eng yaxshi sifatli mollarni olib qo'yganmiz. To'xtaniyozda-chi? To'xtaniyozga to'g'ri ishlab olmadik. Juda ko'p vaziyat. Juda ko'p anaqalar bo'ldi, ishlolmadik. Qarang, Rozmetov, Shirin qayt mol olmaydi ular. Qayt ishlashi yo'q ularda. Ya'ni shunisi bilan ham premiumlar ajratib turadi. Boshqalar qo'yamiz, bir oy sota olmaymizmi? Ular olib ketib qayt ishlab oladi. Endi qaysi firmaligini ayta olmayman-ku. Ular bemalol vaziyat oladi. Bularda vaziyat yo'q, mana Shirinda ham, Rozmetda ham vaziyat yo'q. O'zingiz bo'yningizga hammasi. Qolib ketsa ham, sota olmasangiz ham o'zingiz bo'yningizga. O'shaning uchun ularda sifat yaxshi kontrol qilinadi, nazorat yaxshi ularda. Yaxshi, zo'r. O'zingizlar uchun bilasizlar, qanaqa go'shtlar sotib olish. Xodimlar o'g'irlagan holat bo'lganmi? Bo'lgan. To'g'ri. Nima o'g'irlashgan? Pul o'g'irlashgan. Ko'p bo'lganmi? Vaqtda to'xtaganmiz. Qanaqa bo'lgan? Aytib bera olasizmi? Endi sir bo'lib qola qolsin. Aytib bering, shaxsni aytmasdan turib. Yo'q, endi hozir vaziyat to'g'riligicha tushunib aytadigan bo'lsam, meni ko'rayotgan bilishadi, kimligini ham bildirib qo'yaman hozir. Ha, yo'q. Mana shu javob to'g'ri qolib bo'lgan. Sir bo'lib qola qolsin bo'ldi. Mana filiallaringiz soni ko'payyapti ekan. Xudoga shukr, mana shunchalik ko'payib, shunchalik kengayapsizlar. Agarda taklif kelib tushsa, franchiza berasizmi? Beramiz. Berasiz. O'zi so'raganlar bo'ldi. Ishlaymiz, taklif ham etdik. Ishlayman deganlarga beramiz. Shartlari qanaqa? Shartlari bizda juda oddiy. Joy topsa, ichini o'sha kerakli jihozlar bilan to'ldirsa, biz o'zimizning mahsulotlarni yetkazib beramiz. Mahsulot bilan to'ldirib beramiz. Bo'ldi. Demak, murojaat qilaverasizlar agar franchiza kerak bo'lsa. Eng katta raqobatchingiz kim? Ochib ayta olasizmi? Men bu raqobat
sanamayman, raqobatchi sanamayman, to'g'risi. Anaqadan kameradan tashqari-yu. Просто ilhomlanib ishlaydigan anaqam bor. Bittasiga havas qilib ishlaydigan do'konim bor. O'sha ko'rib borib turaman do'koniga, ko'rib turaman nima mahsulotlar sotyapti. Белая зависть deydi-yu, mana shunaqa ekanda. Shunaqa qarab, Yaxshi. ko'rib, shunaqa do'konim bor, lekin uni raqobat deb bilmayman. Raqobat shu ularni bizning yo'nalishimizda ustoz deb bilaman. Shunaqa. Zo'r. Ana oxirgi payt bitta-ikkita videoroliklarimiz yaxshigina prosmotr yig'ibdi. Shunaqa bo'lib qoldi. Bittasi 2 million yig'ibdi, yana bittasi yana normalniy prosmotr yig'ibdi. 2 millionligingiz Telegramlarga ham chiqib ketdi. Shunaqa bo'lib qoldi. O'zingizda qanaqadir yon atrofingizdagi yaqinlaringizda yoki begonalarda, siz taniydiganlar, tanimaydigan odamlarda qanaqadir o'zgarish bo'ldimi o'zingizga bo'lgan ko'rish, qarashlarda? Yo'q, hech qanaqa o'zgarish sezmadim. Lekin bitta gapni boshida endi bu men o'zani nima deydi, brend tanitish uchun syomkalar qilib yuribmiz endi. Bu yerda maqsad bloger bo'lib turib, tanilib ketib pul ishlash maqsadida emas. Ya'ni o'zimizni brend tanitishdir maqsad. Shunga syomkalar qo'yamiz, mahsulotlarimizni ko'rsatamiz. Hozir zamon talabida o'tirsangiz o'tiraverasiz. Shunaqa. Sizni hech kim tanimaydi. Shunaqa. Siz shu borligingizni bildirib turishingiz kerak-da, ko'rsatib turishingiz kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, Misnomer bor. Misnomer ishlayapti, Misnomerda shunaqa mahsulotlar bor. Shunaqa. Degan maqsadda men ya'ni o'sha videolar, syomkalar qilib turib, Instagramlarga yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga joylab yuribmiz. Boshliq yurganimda ko'chada ko'rib qolgan tanishlar, bloger degan gaplar bo'lardi. Bu narsadan to'g'risi olib sal uyalishlar bo'lardi. U anaqadan o'tib oldim. Bo'lar ekan shunaqa narsa. Bloger. Sen ham bloger bo'lib ketibsanmi degan gaplar bor. Shunaqa. U narsalarga parvoyim qilmayapman. Ishlamasa bo'lmaydi, ishlash kerak. Shunaqa. Harakatdamiz. Farzandlaringiz ko'rib, kuzatib, nima deyishyapti hozir fikrlari? Kuzatib turishsa kerak. Kuzatib turishadi. Nima deyishadi? Mana bu videorolik zo'r chiqibdi, bunisi zo'r chiqibdi, mana shunaqa gapirishadi. Bo'ladi. Anaqalar bo'ladi. Ko'rib. Mana yana bitta savol sizga. Men nima sababdan sizga beryapman bu savolni? Masalan, siz Saudiyadasiz, ko'rib turibsiz, bitta oddiy odam kirib turib sizdan nechta pullik savdo qilib ketayotganini ko'rib turibsiz. Mana do'koningizda hamma mahsulotlar bor, to'g'rimi? Bitta oila, o'rtacha oila Toshkent sharoitida nechta pul oylik topish kerak shu yaxshi yashash uchun? Bu yana savol bo'ldi-yu. Noodatiy savol. Noodatiy savol bo'ldi. Toshkent sharoitida. Men o'zimdan qiyos beradigan bo'lsam-chi, qarang aka. O'sha paytlarda 30 ming oylikga ishlagan bo'lsam, 30 ming yetardi. Keyin uylarni bola chaqali 30 ming so'm o'sha paytda. 30 ming so'm. 120 ming, 150 ming oylik olgan paytda, o'sha uylangan paytlarim 150, 200 ming oylik olgan paytlarimda ham o'sha pul yetardi. Kunlikmi, oylikmi? Kunlik. 2-3 million oylik olgan paytlarim o'sha pul yetardi. Hozirgi kunda misol uchun 10-15 million ishlatib olsangiz ham yetmay qoladi. Shunaqa. Endi aniq bir anaqani aytib bera olmayman. Nechta pulga yashaydi, ya'ni Toshkent sharoitida. Mana masalan, hozir kuzatuvchilar bo'lishi mumkin. Toshkentga yashash uchun oilasi bilan ko'chib kelishni xohlayotganlar, boshqalar bo'lishi mumkin. Bitta o'rtacha oila uchun bir oylik nechta pul topish kerak Toshkent sharoitida yashash uchun? Bu yana talab istaklardan kelib chiqadi. Kimdir kasbiy maktabda o'qitar, kasbiy maktab bog'chaga berar. Ujumla rasxodlar qo'shilaveradi desangiz-ekan. Kiyimda ham oldin misol uchun Xitoy kiyimini kiyib yurgan bo'lsa, Xitoy kiyimini kiyib yurgan bo'lsa, endi brend kiyim kiyib yurgan bo'lsa, o'sha o'lchovlar o'zgarib ketib qoladi-yu. Hozir bitta pul ayta olmayman, to'g'risi aka. Hozir misol uchun aytib qo'ysam 5 millionga bemalol yasha oladi desam, ketdi deyapti. Negativ xayrlar bor. O'shancha o'zingizni nima fikringizda? Hozir misol uchun obyektiv. Deylik, menga 30 million ham yetmayapti desamchi. Bu ham bo'lmaydi, aka. Buni ham ayta olmaysiz-da. Aniq bir summani ayta olmaymiz, chunki hamma narsa talab istaklardan kelib chiqqan. Qilaringiz barakasini bersin. Nechta topayotgan bo'lsa ham gap barakada. O'zbeklar bilasizmi, bir 10 million topsa, oyiga bir 20 million rasxod qiladi. Shunaqa. Rasxod anaqadan ko'p bo'ladi, kirimdan ko'p bo'ladi. Shunaqa. Bankskiy kartalarda mana shunaqa bo'ladi-ku. Kirim shuncha, chiqim shuncha. Shunaqa. Oxirida hayron bo'lasiz, ya'ni qanaqasiga shuncha pul sarflayordim. Shunaqa. Shuncha topmagan bo'lsam deb. Barakada yoki gap. Shunaqa. Barakasini bersin. O'rtacha o'sha kirib odamlar
asosan sotib oladigan mahsulotlar nima o'zi? Eng ko'p sotib oladigan. Biz masalan mana kirib nima sotib olayotganimizni o'zimiz bilmaymiz, lekin sotayotganlar biladi bu narsani. Eng ko'p ketadigan tovaringizda, o'yingizda. Kunlik ro'zg'orlar uchun shu narsa ketadi biz, misol uchun kolbasa, sosiska, sariyog', sir. Endi to'g'risi go'sht mahsulotlari, qazilarni hamma ham o'ziga bazbayat qila olmaydi. Narxlar hozir juda oshib ketdi-yu. Kimlardir uyda mehmon kutganda ko'rish mumkin. Ular endi kunda yaxshi ketadigan mahsulotlar deya olmayman. Shu asosan ro'zg'orga ketadigan narsalar kolbasa, sosiska, sariyog', sir. Shu narsalarimiz kunda yaxshi ketadi. Tushunarli. Zo'r. Rasxod Tadbirkorda mana shunaqa bo'ladi-da o'zi. Menga misol uchun savol bersa, men ham javob bera olmayman. Chunki men определённый oyda qaramaganman-da hech bir topishimga. Shunaqa. Umuman qaramaganman. Rasxod bo'laveradi, bu yoqdan kelaveradi, ketaveradi mana shunaqa. Shunaqa bo'ladi aka. Shunaqa bo'ladi tadbirkorda. Zarur ishlari chiqib qoladi, bitirib ketaveradi orada endi. Mana rost gap, ishonsangiz uyda $50 pulim yo'q. Yo'q. $50 qo'ying, 100 ming so'm pulim yo'q. Nimaga? Оборотdan Uyda pul saqlamayman. Uyga qayerda saqlaysiz? оборот aylanadi-yu. Pul aylanadi, оборот. Misol uchun bu narsa kerak bo'lsa, olib ishlataman. Lekin uyga olib borib qo'yadigan pulim yo'q. Rostdan aytayapman. Полный оборотda hammasi. Hammasi nimagadir kerak bo'lsa, shu yerda turibdi sizda. Borib turib, o'sha anaqa plastikimga bankdan tushirishim mumkin. Nimagadir ishlatmoqchi bo'lsam, o'sha bolalarning maktab to'loviga ikkitasiga ham yoki bu narsa kiyim olmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqasi. O'rtacha rasxodingizni hisoblaganmiz. O'zingiz shu oilangizga biznesingizdan tashqari ketadigan rasxod. Bir oydami? Yaxshigina pul. Qancha? 30-40 million rasxod qilib qo'yaman. 30-40 ming? Yo millionmi? 30-40 million. Prosta rasxod. O'shaning uyda pul turmaydi aka. Uyda pul yig'maydi. Bolalarning bog'chasi bor. Ikkitasi maktabga to'laydi. Maktab частныйmi? Частный. Qanchadan to'laysiz? 15 million ketadi. Ikkitasiga. Yo'q. Qaysi maktabda o'qitasiz? Sir bo'lmasa. O'g'lim anaqada o'qiydi. Vosiq International Schoolda, Yunusobodda 19-kvartalda. Qizim bo'lsa Alberoni. Nimaga ixtisoslashtirilgan bu maktablar? O'g'lim til bo'yicha. Shu angliyskiy o'zi sinfini o'zi angliyskiy sinf. Darsi ham o'qituvchisi ham o'zi chet ellik. Darsi ham ingliz tilida bo'ladi. Zo'r. Qizingiz-chi? Matematika bo'lsa kerak. Qizimniki shunaqa. Matematikaga. Qolgan rasxodlaringizchi? Mana 15 million ketdi. Qolgani yeb ichish. Ishonsangiz, kommunalkalarga to'lamayman. Ha, yo'q. Adam to'laydi. Ulardan tashqari bu yeb ichish, kiyinish, ko'chada yurish. Demak, ko'rdinglar, taxminan 30-40 million rasxodinglar bo'lar ekan Toshkentda. Qolgan o'zi rasxod. Ya bu narsalarni qo'ymay qo'yaman. Qarzingiz eng ko'p summa qarz bo'lganingiz qancha bo'lgan? Eng ko'p summa shu mana shu boy aytdim-ku. O'tgan yili aytdim o'zi 700 million zararga kirib ketib qoldik-ku. Yetmadimi? Yo'q, yetmadi. Shu o'tgan yili yoz oylarida 700 million zararga kirib ketib qolganimiz bo'ldi. Tovardan zarar bo'lganmi shunda? Ya'ni tovarni olib sota olmaganmisiz? Olib sotganmiz. Umumiy hisob-kitob qilganimizda hammasi joy-joyida kelyotdi. Umumiy hisob-kitob qilganimizda bizning bor tovar bilan ko'chadagi qarzimizni hisoblaganimizda farqi 700 million chiqqan. Ya'ni biz 700 million qarz bo'lib qolganmiz. Shunaqa. Keyin uni yopganmisizlar? 2-3 oyda yopildi, xudoga shukr. Yo'qorildi. Qanaqa qilib yopgansizlar? Bu yog'iga o'zi nazorat qildik hamma narsani. Kirim chiqimni, rasxodlarni hammasini nazorat qilib, tepasi turganimizdan keyin xudoga yopildi. Hozir hammasi joyida yaxshi ketyapti. Yaxshi, zo'r. Hamma narsani tashlashni o'ylaganmisiz? Yo'q. Unaqa shunday tashlab ketishni. Yo'q, men unaqa xayol bo'lgan. Unaqa bo'lmaganmi? Yo'q, men shu oxirgacha kurashish his qilaman hamma narsada. Chunki tashlab keta olmayman shu narsani. Unaqa narsa hayolim kelmagan, tashlab ketish. Boshqa sohaga o'zgartirish, sohangizni o'zgartirishni. Yo'q, sohani o'zgartirish umuman o'ylamaganman. O'ylamagansiz. Tashlab ketishni ham umuman o'ylamaganman, chunki hamma narsaga mas'uliyat bilan yondashaman. Hamma narsaga mas'uliyat bilan qarayman. Agar sizda hozir ikkinchi imkoniyat bo'lganda, ya'ni aynan o'qishga imkoniyat bo'lganda, o'qishga kirib, qaysidir kasb tanla desa, qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? Bilmayman, yoshligimda
Endi hammani nimani orzu qilasan deganda doktor bo'laman deb orzu qilardim. Hozir bilmayman nima kasb tanlasam. Baribir shu savdo sotiq tanlayman. Doktorda qaysi yo'nalish? Xirurgmi? Xirurg. Yoshlikdan kim bo'lish istaysan degan anaqa yozilardi-yu. O'shanda inshaallohmi. Xirurg bo'laman deb yozardim. Yaxshi, zo'r. Yaqin ekan, soqingiz bor. Go'sht bor. Shunaqa. Pul baxt beradimi? Pul baxt olib keladimi? Nima deb o'ylaysiz? Pul baxt olib kelmaydi, lekin pul imkoniyatlar beradi. Baxt olib keladi deb aytolmayman. Hayotda ko'pchilik ko'rganim misollarni. Lekin imkoniyatlarni ochib beradi. Yemoqchi bo'lgan narsangizni yeya olasiz. Kiymoqchi bo'lgan narsangizni kiyasiz. Haydamoqchi bo'lgan mashinangizni haydaysiz. Orzungizni uyga qurasiz. Shunaqa imkoniyatlarni ochib beradi. Mana sizni bizda masalan kuzatib turgan yoshlarga mana o'zingiz o'qishga kira olmagan paytingizda shu biznesga kirib kelgan ekansiz. Shunga o'xshash yoshlarga nima maslahat bera olasiz? Xo'p, bunaqa yoshlarga o'zingizlar yaxshi ko'rgan o'sha kasbinglarni tanlanglar deyman. Ya'ni o'shanda zo'ri bo'linglar. Keladigan pulni o'ylash kerak emas odam. O'sha yaxshi ko'rgan kasbida maza qilib ishlasa, o'sha sohada zo'ri bo'lsa, o'shandan keyin o'zi pulni o'zi kelaveradi. Mana Instagramlarda ko'ramiz, oddiy misol uchun mashina ochish degan okadan bizdan kichikroq bola bo'lsa kerak. Hop, o'zining sohasi zo'ri, Instagramda ham zo'r ketyapti. O'zining ishini yaxshi ko'rinib turibdi, o'zining ishini yaxshi ko'rib qo'yapti. Shunaqa. Arzimagan pulni ochib beradi, misol uchun millionlar berishmaydi mashina ochib berganiga. Arzimagan, lekin u bola o'sha ishini yaxshi ko'rib qo'yotganini ko'rsatib beryapti. Shundan keyin orqasida mana ko'pchilik kuzatadigan bo'ldi. Yaqinda men o'zi kuzatib turaman-da uni. Ya'ni oddiy jaydari bola. Ishini yaxshi ko'ryapti. Endi yaqin servislar ochdi, shuni orqasida. Молодец. Aytmoqchi bo'lganim, o'zi yoqtirgan kasb tanlash kerak. Ya'ni uydagilar majburlab, "Yo sen bo'ldi, doktor bo'lasan, sen doktor bo'lishing kerak." U qondan qo'rqadigan bola bo'lsa-da, misol uchun o'zi, "Sen doktor bo'lishing kerak." U ertaga kimdir hayotini stolda turadi, kimdir hayot o'zi xohlamagan bo'lsa. Shunaqa. O'shaning o'zi yoqtirgan kasbni ushlash kerak, o'sha kasbda zo'ri bo'lish kerak. Nima kasb bo'lishdan qat'iy nazar? Elektrikmi, santexnikmi? To'g'ri. Yana bir savolimiz. Mana pul topishni boshlaganingizdan keyin oila bilan biznesda tengma-teng olib ketish juda ham qiyin. Siz qanday uddalagansiz shuni? Boshlanishida to'g'risi vaqt ajratolmaganman. Ya'ni biznesni boshlayotgan paytlarimda qattiq mehnat, do'konlarda qolib ketib, ishonsangiz, do'kon ochganmiz. O'zim biznes boshlagan paytdan aytaman-da. Do'konga programma o'rnatganmiz. O'sha tovarni prixod qilish kerak. Ishonsangiz, kunduz kuni savdo qilardim. Hamma bilan birga, xodimlar bilan birga. Ya'ni ish vaqti tugaydimi? 8 do'kon yopilarmidi? Uyga borardim. Ovqatlanib, yana do'konga qaytib kelardim. O'sha kelgan mahsulotlarni o'sha programmaga prixod kirgizib qo'yish uchun yana o'zim qaytib kelardim. Ya'ni o'sha paytda endi boshlayotgan paytimizda bunga alohida ishchi xodim olmaganmiz, ya'ni imkoniyatlarimiz ham yo'q edi. Boshida hammasiga nima deydi? Bunga o'zim bo'lardi. To'da ham o'zim turardim. Shunaqa paytlarda juda kam vaqt ajratganman. Hozir xudoga shukr hamma narsani joy-joyiga qo'yganimizdan keyin, hamma o'sha javob beradigan kishilarni qo'yib qo'yganimizdan keyin vaqtimiz bemalolashdi. Endi oila bilan bemalol vaqt ajratib, zo'r. Shunaqa. Yaxshi. Shu darajaga yetishingizga ko'proq omad sababchi bo'lganmi yoki mehnatmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zi to'g'risi qattiq mehnat qilganman. Lekin omadda ham o'z o'rni bo'lishi kerak. Omad bo'lmasa, misol uchun, lokal tanlayotganda ham omadingiz kelib yaxshi joy tanlab qolishingiz mumkin. Omad rol o'ynaydi o'sha payt. Misol yaxshi lokal tanlab, yaxshi joy ochishingiz uchun omadingiz kelishi kerak. Omad rol o'ynaydi. Lekin qattiq mehnat ham kerak, chunki boya aytgandek tajriba kerak bu sohada. Lokatsiyani yaxshi yomonligini qanaqa qilib tanlaysiz? Omad deb aka. Omad emas-da. Uni aniqlashtirsa bo'ladi-ku. Aniqlashtirsa bo'ladi. Qiziqmaysizmi bu narsasiga? Yo'q, qiziqamiz, qaraymiz, odam qatnoviga qaraymiz, o'sha atrofidagi kvartallarga qaraymiz. Asosan nimasiga e'tibor berasiz? Asosan shu odamlar gavjumligiga qaraymiz, qatnoviga qaraymiz-da. Shunaqa. O'shanga qarab joylar ochiladi.
yon atrofida жилой joylar borligiga, Shunaqa. do'konlarda savdosiga, boshqasiga shunaqa narsalarga qaraladimi yoki bozor, shunaqa joylar konkurentlarga ham qaraladimi? Yo'q, bozorga unaqa ahamiyat bermaymiz. Bozor bo'lish, yonimizda bozor bo'lishiga unaqa ahamiyat berib qaramaymiz-ku. Shu agar misol uchun o'sha joyda odam g'ujum bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 5-6 ta, 10-20 ta magazin bo'lsa ham, baribir o'sha joy yaxshi bo'lsa, o'sha joydan ochish kerak. Ana aytadi-yu, karom bir rizqi bo'ladi deydi. Shunaqa bo'ladi. Masalan, hozir sizni biznesingizni ochish uchun kimdadir agar boshqa bizneslari bo'lib turib, sizga o'xshash biznesni ochaman deb kirmoqchi bo'lsa, tavsiya berasizmi yo'qmi? Tajribasi bo'lmasa ham, imminni o'zini sinab ko'rishga, agar tajribasi bo'lmasa, aynan nima ishlarni qilish kerak, yaxshi bir darajaga chiqish uchun. Xo'p, qarang, men sizga yaqinda bo'lgan misol aytaman, qaysi do'konligini aytmayman. Yaqin o'sha do'konni 3 ta filiali yopilib ketdi. Lekin u odam mana shu do'konlarga ishonsangiz har bittasiga $1 million dan pul tikkan odam ekan. Endi do'konni borib ko'rdim, shunaqa o'zimni havosim keldi, endi tushunaman. Hamma narsani zo'rini qo'ygan. Hamma narsani importnisini zo'rini qo'ygan. No bu sohada emas u odam. Biz pul tikkan. 3 ta joyini ham yopib yubordi. O'sha ichki narsalarni auksion qilib yarim narxiga sotib tashadi. O'sha bu sohada ichidan bilmasangiz mana shunaqa vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin-da. Mana yaqinda bo'lgan narsa bu. Haqiqatda puldor odam pul tikkan. Lekin o'zi kontrol qila olmagan, o'zi tushunmagan. Uni ishlatayotgan komanda bu odam bankrot qilgan. Keyin oxiri hafsalasi pir bo'lgan, tikkan puliga yarasha pul kelmayapti. Addachi bo'lmagan. Hammasini yopib yuborib, ichki narsani sotib yubordi. Xo'p, zo'r suhbat bo'ldi aka. Kelajakka endi planlaringiz, taxminan 5 yillik, 10 yillik planlaringiz bilan bo'lishsangiz, menimcha hammaga qiziq bo'ladi. Xudo xolasa planlarimiz shu do'konlarimizni kengaytirish, viloyatlarda ham ochishni niyat qilamiz. Planlarimizga kiritilgan. Shu hozirgi franshiza bo'yicha agar takliflar bersanglar, franshizalar qilish chiqamiz. Franshizadan ishlaveramiz, xudo xolasa. Zo'r. Alloh omadingizni bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Xursand bo'ldik. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Hop.